Sog'inch ham Allohning bergan ne'mati. Kimda bor, kimda yo'q, uning qiymati. Sog'inchni qadriga sog'ingan yetar. Sog'inmay qolganni hayotdan ketar. Assalomu alaykum, ezgu niyatli, xush istakli muhtaram yurtdoshlar. Mana yana hafta o'tib, fursat yetib, yurtimiz jamoli dasturi yana fayzi xonadoningiz mehmoni. Darhaqiqat, dunyoda shunday bir tuyg'u borki, bu tuyg'u orqali insonlar bir-birining diydoriga oshiqadi. Bu sog'inch tuyg'usi. Biz ham ushbu laziz tuyg'ular ila xonadoningizga tashrif buyuryapmiz. Niyatimiz qalbingiz ummoniga iliqlik baxsh etish. Umid qilamizki, bugun biz bilan o'tadigan vaqtingiz besamar ketmaydi. Manzillarim boshladi yo'lga. Hali yetar manzilim yiroq. Manzilga to yetib borguncha qo'shiq menga abadiy hamroh. Azizlar, men bu misralarni bejiz aytganim yo'q, chunki dasturimizning bugungi mehmoni o'zining dildan kuylangan qo'shiqlari bilan, samimiy ijrosi va ko'p yillik ijodi bilan xalqimizning qalbidan chuqur joy egallagan ustoz san'atkor O'rinboy Toyirov. O'rinboy aka, assalomu alaykum. Sizni bugun ko'rib turganimdan behad xursandman. Sizni bejiz taklif qilmadim. Ijtimoiy tarmoqlar orqali so'rovnoma o'tkazgan edim. Qaysi san'atkor bilan suhbatlashishimizni tomoshabinlarimiz xohlashini so'raganimda, aksariyat tomoshabinlar sizni taklif qilishimizni iltimos qilishdi. Iltimoslarga binoan hozirgi kundagi ijodingiz bilan tanishtirish va qo'shiqlaringizni yurtdoshlarimizga taqdim etish uchun taklif qildim. Yana bir bor xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor yana bir bor assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan barcha teletomoshabin, ota-onalarimiz, aka-uka, opa-singillar, hammanglarga mana shu singlimiz shunday bir nima uyushtiribdi. Shunda meni tanlab shu suhbatimni nima deydi, eshitamiz deb hayot ijodimni bilaman degan muxlislarimizga men avvalambor rahmatimni bildiraman. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlariga yetsin. Endi savollarga tayyormiz. Keling, endi har bir inson kasb tanlashda nimagadir havas qilib, kimgadir taqlid qilib, mana shu kasbni tanlayman deb o'ziga oldiga maqsad qo'yadi. Sizda bu jarayon qanday kechgan? Nima uchun aynan san'at sohasini tanlagansiz? Keling, shundan boshlaymiz. Juda chiroyli, ajoyib savol bo'ldi. Men o'zim to'g'risini aytsam, yetti uxlab tushimga kirgan emas men san'atkor bo'lishim. Bu ham bir ilohiy Allohning bergan bir mo'jizasi bo'lsa kerak bizga. Chunki men yosh paytimda san'atga endi unaqa qiziqqan emasman-da. Bir xillar aytadi, men tug'ila solib san'atga qiziqqanman. Menda u narsa bo'lgan emas. Bir 10-11 yoshimgacha kamida, 11-12 yoshimgacha boshqa sohani yaxshi ko'rardim. Boshqa bir professiyani, shuni mutaxassis bo'lishni. Lekin bu ham bir Allohning irodasi. Shu narsani qalbimga soldi. Meni ilk bor birinchi ustozim Baxtiyor aka Usmonov bizlarga maktabga kelib rubob to'garagini tashkil qilganda shu san taklif qilgan. Ilgari ana shu Sentralniy park deymiz, shu yerda dvorets shkolnikov. Shu yerda to'garak ochib taklif qilgan ekan, shu yerga bordim bolalar bilan. Endi o'yin bolasi bizlar 10-11 yoshlar chamasi. Shu borib biroz bordik. U ham ko'p bo'lmadi, bir 3 oycha, 4 oycha bordimmi. Keyin u to'garak qandaydir bir nima hamdir bo'lib, shu to'garak yopilib qoldi. Ana shu paytda endi men endi ozgina notalarni ozgina o'rganib, o'sha sal shunga kirib qo'ygandan keyin o'sha qandaydir shu san'atga qiziqish uyg'ondi-da. Keyin kunlardan bir kuni endi Alloh sababchi, har bir narsani bir sabab qilib qo'yadi. Meni ustozim G'iyosjon Baytayev, G'iyos akam ustozim, shuni qo'shig'ini eshitib men san'atga umuman kirib ketganman-da. Yaqib qolgan, yuragimga shunday kirib borgan. Bo'ldi, men shu qo'shiqni o'rganaman deb, endi hozir o'ng'ay mana telefonlarda, YouTube'larda bizlar paytda unaqa narsalar yo'q edi. Даже kerak bo'lsa, balkim uyda magnitofon ham bo'lmagan. Keyin adama bergan rahmatlik. Radiodan eshitib turib o'rganardim. Ana shu har bir so'zini nima deydi, har eshitganimda yodlashga harakat qilardim-da. Hozir endi shunday
hamma narsa bemalol, juda o'ng'ay, qulayliklar ko'p, sharoitlar juda ham o'rganaman degan, nimalarga qiziqaman deganlarga biz paytimizda unaqa yo'q edi-da. Keyin shunaqa qiziqib ketganman shu tufayli keyin san'atga kirib kelganman. O'zim qiziqib bo'ldi, shu san'atga umuman mukammal tushib kirib ketganman desam bo'ladi. O'rinboy aka, yaxshi qo'shiq yaratish uchun nimalarga e'tibor qaratish kerak? O'zingiz mualliflik qo'shiq yaratishda nimalarga ko'proq e'tibor qaratasiz va qaysi ijodkorlar bilan ijodiy hamkorlikdasiz? Keling shularga ham to'xtalib o'tsangiz. Juda o'rinli savol bo'ldi. Avvalambor qo'shiq yaratishdan avval ana shu bir she'rni yaxshilab nima deydi, ko'rish kerak-da. Nima haqida, nima to'g'risida. Endi to'g'ri, hozir har xil qo'shiqlar chiqib ketyapti. Yengil, yelpi. Endi hammaning yo'li har xil. Endi ularni ham unday deyishga bo'lmaydi, chunki ularga ham shu narsani Alloh diliga solgan. Ularni ham hamma insonning o'zining muxlisi bor. Meni ham o'zimga yarasha bir ozgina muxlisim bor. Har kimning o'zining muxlisi bor. Lekin hozirgi kunda avvalambor shu she'rga e'tibor bersa va qo'shiq yaratilayotganda shu she'rni yaxshilab tushunib olib, shunga yarasha qo'shiq qilsa, men o'ylayman, u qo'shiq albatta har bir insonning qalbiga, yuragiga kirib boradi, joyini topadi. Va men endi hozirgi kunda endi ijod qilayotgan yigitlarim yonimdagi shu sostavimdagi, guruhimdagi yigitlar bilan mana Farhod bor, Ixtiyor bor, G'ulom ukamiz bor. Hozir endi mana shu asnonim o'zimizning yigitlari bilan birgalikda repetitsiya qilamiz. Nima deydi, shu bir mavzu olib kelaman, mana shuni qo'shiq qilamiz. Ular o'zining fikrini aytadi. Chunki har birining fikri ham muhim. Maytni bunday chiqibdi, maytni bunday qilaylik. Bu joyini bilan ana shuni o'zgartiramiz. Ana shu bilan qo'shiq yaraladi. Shu bilan qiziq bo'ladi. Bitta meni fikrim bilan hamma narsa to'g'ri bo'la olmaydi. Bu azaldan. Men azaldan shu qo'shiqlarim qilib kelgan paytda ham shu yonimda yurgan yigitlar bilan maslahatlashardim. Bir narsa yaratsam qo'yib berardim. Eshitib ko'ringlarchi mana shuni qo'shiqni qanaqa kamchiligini, qayerda kamchiligi bo'lsa aytinglar. Shu kamchiligini endi chunki yonimdagilar yaqinda shularni fikrini eshitib, to'g'rilab keyin xalqqa shuni havola qilardik. O'rinboy aka, shu yerda yana bir savol tug'iladi. Qo'shiqni she'riga e'tibor qaratish kerak dedingiz. Hozirgi kunda ko'pchilik xonandalarimiz to'yga chiqadi, yurtdoshlarimiz yaxshi kunlarda xizmatda, shu qatorda o'zingiz ham. Shu yerda bir kuzatganim, erkak xonanda kuylashi uchun yozilgan she'rlar bo'ladi yoki ayol xonanda kuylash uchun yozilgan she'rlar bo'ladi. Lekin bizda aralash aytish bir urfga kirdi. Siz bunga qanday qaraysiz? Endi men nima degan deyishim, endi hozir xalqimiz bor-ku, ko'p narsaga e'tibor bermayapti-da, to'g'risi. Qo'shiqmi qo'shiq. O'yinga tushyaptimi, o'ynashaveradi. Endi to'g'ri bizni mana shu qizlarimiz, singillarimiz ko'ngliga olmasin. O'zimni ham so'rab qo'yaman. Lekin qo'shiqni aytishdan oldin men bir iltimos qilardim. Ayol xonandalarning ham qo'shiqlari juda ko'p. Juda yaxshi savol berdingiz. Hozirgi kunda mana qaysi to'yga borsak, men qarab turaman. Shu so'zini birinchi eshitsa, nima haqida aytayapti u? U yigit qizga aytayapti, sevaman, yonaman, masalan, asalim degan so'zlar bor, masalan, gulim degan. Shu so'zlar qiz bola aytsa qanday u? To'g'ri emas, qiz bolalarning o'zining qo'shig'i bor. Chunki uni yozgan shoir shu qiz bolaning nomidan yozgan. O'g'il bolaga yozilgan she'rlar boyagi qiz bolaga atalgan. Masalan, gulim, jonim, asalim, masalan, yonaman, sevaman, kuyaman deganday narsada bu yerda ular shu narsani e'tiborga olmasdan aytib beradi. Endi bor bir ikki eshitdim, qizlar sal o'zgartirib qilishyapti. Baribir qofiyasi uncha kelmayapti-da. Shuning uchun men keyin bizni hozir hamma narsa, hamma to'yga kelsang, hammada bir xil repertuar. Hamma, bugun men qo'shiq aytsam, u ham aytadi. Ya u aytsa, bu ham endi bu noto'g'ri deb bilaman. Chunki san'atimiz bu bilan o'smaydi-da. Xafa bo'lishmasin, bizlardan keyin kelayotgan mana shogirdlarimiz, boshlab kelayotgan san'atkorlarga men aytardim, o'zinglar yuranglarni eshitinglar. Bu ana qo'shiqni aytyapti, men ham shuni yo'q, ayt, mayli, aytinglar. Lekin boshqa yana ko'p qo'shiqlar, har xil o'zing yuragingga eshitsang o'zi aytadi, mana qo'shiqni aytish kerak. Birovning orqasidan yurgan u nima deydi, ana soyasida yurganda yo'q bo'ladi-da. Shuning uchun iloji bo'lsa bizlarga ustozlarimiz ham shunday o'rgatgan. Bizlar ilgari mana ko'p uzoqqa bormay, 20 yil, 25 yil avval bizda ustozlarimiz to'ylarda bo'lsin, mana keyin keyingi ustozim ming rahmat Adhamjon Mo'minov menga mana shu san'atni ko'p
san'at qirralarini o'rgatdi. Mana shu bilmagan qanday qo'shiq bastalash, qanday qo'shiq yaratish shu insondan o'rganganman. To'yga kirib kelsak, masalan, O'ktam aka bo'lsin, Adham aka bo'lsin, Erkin aka yo Rustam aka yo G'iyos aka o'zimizni shaharni burungi hofizlarini aytay, o'sha uzoqdan bilinardi kolorit. Hozir to'ylarga borsak, hamma bir xil. Bu ham shu qo'shiqni aytadi, bu ham bu degan san'atimiz o'sha 0 darajaga tushdi deganida. Ilgari hamma bir o'zgacha mayli shu qo'shiqni aytsa ham bir boshqacharoq qilib, o'zini ovoziga moslashtiribmi, bir narsalar qo'shib, ana shunaqa bir yo'nalishlar bo'lardi-da, bilinardi shu to'yga kelganda qo'shiq. Masalan, men aytyapman, masalan bu aytyapti. Boshqa to'yga kirsa, boshqa insonni qo'shiqdan ajralib bilinib turadi-da. Hozir men endi o'zimcha o'ylashaman, men ham bir xilda bir ro'larga boraman, etga-betga qarab turaman. Bu ham shu kelsam, bu ham shu qo'shiqni aytayotgan bo'ladi. Bu to'yxonaga kelsam, bu ham shuni aytayotgan bo'ladi. Mayli, xo'p, yaxshi emas, yaxshimi, yomonmi? Ikkita qo'shiq yaratib qo'y o'zingkini. To'yga kelganda qaytib shuni aylantirib aytib qo'y. Ana shunda ajralasan. Xalqdan ajralasan. Masalan, endi kuzatib turamiz, bir xil to'yga 4 ta 5 ta san'atkor aytishadi-da. Bu ham kelib shu qo'shiqni aytadi, ketidan onam ham keladi, u ham shuni aytadi, keyingisi kelsa u ham shuni aytadi-da. Men qarab turaman-da, endi shuncha qo'shiqlar bor. Nega shu bitta qo'shiqqa yapishib qolishadi? Endi xafa bo'lishmasin, uzrimni so'rab qo'yaman. Ishlash kerak, ijod qilish kerak. Hozir imkoniyatlar juda keng. O'rinboy aka, hozirgi kundagi dolzarb masalalardan biri, mana o'zingiz ham to'ylarda ko'rasiz, to'ylardagi isrofgarchilik. Ularga nima degan bo'lardingiz? Hozir mana O'zbek etnomadaniy jamoat birlashmasi ham mana shu masalalar bilan ko'p ishlamoqda. San'atkor sifatida sizni ko'z qarashingiz qanaqa? Bu narsalarni men ancha ilgari e'tiborga olganman. Endi bir narsa deyishim qiyin, chunki to'y qilayotgan odam nima ishing bor deyishi mumkin. Lekin to'g'ri aytyapsiz, boshqa davlatlarda, boshqa yerlarda masalan ocharchilik bo'lyapti yoki urush to'polonlar bo'lyapti. Shularni ko'ryapmiz, biroq ibrat olmayapmiz. Allohim o'zi saqlasin bizlarga ham shu narsa kelib qolishidan deb men Allohga tavba deyman har doim. Hozirgi ko'rayotgan kunimiz, mana shu to'ylarimizni ko'raman. Allohga behisob shukr, yeganimiz oldimizda, yemaganimiz ketimizda. Lekin isrofgarchilik ko'p. Endi to'g'ri, masalan, ilgarigi to'ylar bilan hozirgi to'ylarni oladigan bo'lsak, juda katta. Har bir davrning o'zini bir dolzarb masalasi bor, lekin hozirgi kunda juda ham bir isrofgarchilik farq ko'payib ketgan. Dasturxonda shuncha narsa qolib ketadi-da. Bu 2 soatlik, 3 soatlik to'y shunday o'tib ketadi. Bir ilgari endi ko'rardinglar, bilsanglar, bir arzimas narsa bilan mana shu stolga olib kelingan narsa bilan o'tardi-da. Mayli, endi hozir men aytganim balkim to'g'ridir, balkim kimdir noto'g'ri qabul qilishi mumkin. Nima ishing bor? Buni men qilyapman, men topyapman deydiganlar bor. Lekin Allohning qahridan qo'rqishimiz kerak. Isrofgarchilikning ham me'yori bor. Ko'proq bo'lsa, ana shu insonlar bor. Oylab kerak bo'lsa uyda go'sht yemaydiganlar bor. Qolaversa hammamizni boshimizga tushib qolishi mumkin shu kunlar. Men aytmayman, men bugun zo'rman, ertaga san. Buni hech kim bilmaydi. Bugun hozir borimiz, ertaga kim bor, kim yo'qini Alloh biladi. Shuning uchun har bir narsa me'yorida qilsa, men o'ylayman, juda ajoyib bo'ladi. Chunki hozirgi kunda hamma bir-biridan o'zish. Nima qilsam to'yim zo'r o'tsa, shu. Endi puling bor ekan, nimang bor, mayli. Men unga xo'jayin emasman. Ana boru maqol, один раз живем deb hamma narsa chachadi. Yo'q. Buni hammasini e'tiborga olish, Allohdan qo'rqish kerak. Bu uchun iymonimiz kuchli bo'lishi kerak. Allohdan qo'rqqan inson bunchalik men o'ylayman, ana isrofgarchilikka bormaydi deb o'ylayman. Endi to'g'ri tushunasizlar degan umidda aytayapman uni. Iloji boricha, imkoni boricha shu isrofgarchilikka yo'l qo'ymaylik. O'rinboy aka, shu yerda sizni bir elga tanitgan adashmasam, sevgilim qo'shig'ingiz ancha yillar oldin, hozirgi termin bilan aytganda trendga aylangan qo'shiq. Chunki men eslayman, kichkina paytimda qaysi bir davralarga bormaylik, onajonim bilan borardim ko'p. Shu paytlarda har bir davralarda mana shu qo'shig'ingiz yangrab turardi. O'tgan davrlarni esga olaylikda va mana shu qo'shiqni yurtdoshlarimizga taqdim etaylik. Endi juda yaxshi savol bo'ldi bu ham. Bu qo'shiq 20 yildan oshdi yaralganiga. Men aytayapman, bu ham Adhamjon Mo'minov meni ustozim bo'lgan. Bizlar shu birga yurganmiz, ustozimdan ko'p narsalar o'rganganman. Shu 2002-yillar tugagandan keyin Adham akam O'rinboy, endi men to'ylarga yurishni san'at to'xtatyapman dedi.
mana guruh, mana sostav deymiz endi. Mana shularni sen boshqar dedi. Endi ilgari qiyin edi-da bitta hofizga. Hozir endi juda ham o'ng'ay, hamma yoq plyusovka bo'lib ketgan. Yana 12 gacha to'ylar tugaydi. Mayli nari borsa 1 gacha deylik. Ilgari tungi 3-4 ertalabgacha to'ylar bo'lardi-da. Va jonli ijroda bo'lardi. Va jonli ijroda. U paytda bir fonogramma degan narsani o'zi yo'q edi. Endi minisklar chiqdi, lekin hali shunda ham plyusovkalar hali yo'q edi. Qo'shiqlarning o'zi kam edi. Shunda 4 ta 5 ta qo'shiq bor edi hali minusovkalar. Shularga bizlar ora-chora etardik. Unaqa nima deydi? Dam olishga vaqt bo'lmasdi-da. Faqat jonli ijro bo'lardi. Shu Adham akam shu san'atni qo'ygandan keyin, menga topshirgandan keyin menga yaxshi nasihatlar aytganda, O'rinboy o'zingga tingla, yuragingga tingla. Endi keyingi yilga o'sha to'yga chiqishimdan avval men chiqdim, qiynalyapman, shu 2003. Xalqning yuragidan joy olish qiyin bo'yapti-da. Men o'zimga o'zim qisilib yuribman, qanday bir narsa yaratishim kerak shu xalqqa kirib borishim uchun. Keyin shu bir sezonni o'tkazganimdan keyin bir kun uyda o'tirib o'zimizni mana shoirlarning to'plami kitobi chiqib qoldi-da, Chimkentlik. Shuni varaqlab o'tirib she'r chiqib qoldi oldimdan. Qarasam, yo'qotib ey sanam qalbim tinchligin. Shunda o'qidimda, mana shu Xudo xolasa, bilmayman, yuragimga bir narsa soldi-da shu. Mana shu Xudo xolasa yaxshi qo'shiq bo'lishi kerak deb men uni bir 2-3 4 variantga o'zgartirdim. Mana shu hozirgi aytib yurgan variantimda qoldim. Shuni chiqardim, yaratdim. Endi birinchi qo'shiqlarimdan bittasi, undan oldin ham qo'shiqlarim bo'lgan meni ko'p, lekin ular e'tiborga olinmaganda. O'zi shunday bo'ladi. San'at yaratilayotganda sразу bitta qo'shiq bilan chiqib ketmaydi. Undan avval ko'p qo'shiqchilarning 20 ta 30 ta ashulari birinchi просто bunday xalq quloqida, keyin bitta qo'shiq o'zi bir chiqib qoladi. Allohim izlangan odamga tole yor. Ana shu qo'shiq balkim Allohim menga shu narsani bir nima qilib berdimi? Shu qo'shiqni yaratdik, shuni ishladik, klip qildik. Abdujalil do'stim bilan ishladik birinchi nima qilib. Keyin klipini Hayitmurod do'stim bilan tushirdik va u paytda hali televideniyada 31 kanal nimalarga berdik va shu pozdravleniyada, tabriklarda, nimalarda aylanib ketdi-da, xalq ommalashib, xalqimizni yuragiga kirib bordi. Bu ham bir Allohning bizlarga bergan bir inoyati deb bilaman. Yo'qotib ey sanam qalbim tinchligin. Bog'imdan mehrimla gul terdim senga jonim. Baxt iqbol tilab uzatsam gulim senga. Lolo yonib yuzing qizardi nega jonim. Sevgilim, sevgilim, shirin so'zli sevgilim, 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 sümbül sochli sevgilim. Senga gul tutdim birinchi marta, tug'ilgan kuningni aylab bahona. Men senga gul tutdim birinchi marta, tug'ilgan kuningni aylab bahona. Bormay sevgimga ishonching zarra, gullarga burkangan yuzing mastona. Bormay sevgimga ishonching zarra, gullarga burkangan yuzing mastona. Sevgilim, sevgilim, shirin so'zli
sevgilim 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 Sümbül sochli sevgilim O'sha kundan boshlab yo'q menda orom Qalbimda hijronlar qiynaladi jon Hayol og'ushida kezaman mudam Ishqing majnun etdi ey ofatijon Dilim o'rtanadi tilim esa lol Menga qiyo boqil kelmasa malol G'uncha lablaringdan ko'rsam tabassum Taskin topar endi yuragim bir zum Sevgilim, sevgilim Shirin so'zli sevgilim Sevgilim Sümbül sochli sevgilim 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 Shirin so'zli sevgilim 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 Sümbül sochli sevgilim Shirin so'zli sevgilim Sümbül sochli sevgilim O'rinboy aka, bugungi kunda ko'pchilik oting chiqmasa yer o'rta degan maqolga amal qilib turli bir shov-shuvli videolar bilan yoki bir o'zlaricha PR yaratishga harakat qiladi-da. Siz qanday qaraysiz? Hozirgi kunda hozir shunday bo'lib ketdi. Endi shunday bir PRlar qilmasa, bir o'zgacha bir nima qilmasa, nima deydi, ko'tarilish qiyinroq bo'lib qoldi-da. Endi shunday bir oson yo'lni tanlashmoqda. Ham oson, ham endi balkim shu zamon zayliga to'g'ri keladigan narsadir deb o'ylayman. Chunki endi buni ham noto'g'ri desam, balkim bu ham noto'g'ridir. Lekin hozirgi kunda hammasi shunday bo'lib qoldi, hammasi shunga bog'liq bo'lib qoldi. Bilmadim, yoshlar shu narsa yoshlarga yoqadi balkim. Endi har bir davrni o'zini talabi bor, o'zini vaqti bor. Ilgari boshqacha bo'lgan. Hozirgi kunda balkim shundaydir. Uni ham to'g'ri qabul qila bilish kerak. Endi bir narsani to'g'ri, bir narsani noto'g'ri deb aytishim ham qiyin. Lekin ertaga kunni o'ylash kerak qilayotgan ishidan. Chunki ertaga kuni bu arxivlarda saqlanadigan. Saqlanadi. Masalan, hozir yosh paytimda men yoshman, voy bachkanalik qilib mana qilsam zo'r bo'ladi deyish mumkin, lekin ertaga kuni yosh o'tishi ham bor. Ertaga kun farzandlar o'sishi bor. U bu degan narsalar bor. Shuni ham e'tiborga olib ishni tutsa, men o'ylayman, har bir ish o'zi o'rnini topadi, chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar san'atkorning hayotining bir qismiga aylandi. Siz o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda qancha vaqtingizni o'tkazasiz? To'g'ri, hozir san'at shunday bo'lib qoldi. Chunki hozir mana Instagram, Telegram, YouTube degan, TikTok, shunga o'xshagan ko'p tarmoqlar bor. Endi odamlar hozir shundan kuzatishadi-da san'atkorni. Qanaqa qo'shiq aytyapti, qanaqa yangiliklar qilyapti, nima yaratibdi, kimi to'yida bo'pti, qanaqa masalan endi ko'p uni turlari, masalan qizlarimiz oshga boradi, nima kelin salomlar, bizlar masalan to'ylarni o'tkazamiz, kimi to'yga kim kelibdi. Bu ham bir san'atkorning bir hayotida bir o'rni bo'lib qoldi. To'g'ri, u ham biz ham bizlardan ham so'rashadi xalq.
har bir to'yni ko'rsatib beringlarchi, qo'yib beringlarchi deb. Endi uni o'ziga bir ozgina vaqt ketib qoladi. Bir xilda men o'zim o'tiraman, bir xilda bolalar o'tiradi, charchab ketsam, qilib beringlar, qo'yib beringlar deymiz. To'g'ri, endi xalq shu bilan nima deydi, shuni kuzatadi bizlarni, ko'radi. Endi hozirgi zamonni zayliga shunday. Hozirgi kunda o'zingizni ijodingizda nima yangiliklar? Muxlislaringizga qanaqa qo'shiqlarni taqdim etmoqchisiz? Kerak ishlarga ham ozgina to'xtalib o'tsangiz. Endi ancha biroz bo'ldi, men o'zi tanaffus bo'ldi. Chunki ozgina ishlarimiz bo'lib, shu ishlarni ham olib bormasak bo'lmadi. Lekin san'at aytaman, yuragimda meni. Yursam ham, tursam ham bir narsa ilhom kelib qolsa, men uni olib bir yerga yozib olib qo'yardim-da. Chunki ertaga kun shuni vaqtim bo'lganda ishlayman. Mana hozir bu yil men xudo xolasa belimni bog'ladim desam bo'ladi san'atga. Yangi qo'shiqlar ketma-ket chiqib kelyapti. Hozirgi kunning o'zida bir ajabtovli qo'shiq yaratib qo'ydim. Bitta ikkita demayman, endi ajabtovli. Xudo xolasa qo'shiqlarimni mana yaqin kunlarda tomoshabin, teletomoshabinlarimizga, muxlislarimizga havola etaman. Endi bu yoqda ishimiz bor, bu yoqda ishimiz bor. Qo'limdan kelganicha imkonim qadar ijod qilyapsiz. Ijod qilyapman. Hali chiqmagan ko'p qo'shiqlarim bor. Va shu qatorda shu 2000-yil, 99-yillar etgan qo'shiqlarimni yangilab chiqaryapman. Chunki u qo'shiqlarimni eshitganlar bor, keyingi kelajak avlod eshitmaganlar bor. Bir xillar eshitib, bu seni qo'shig'ingmi deyishyapti-da. Bu meni 20 yildan oshib ketgan, yilga avval aytgan qo'shig'im bu desam, yo'q, shunaqa qo'shiqlaringiz bormi deb so'rashyapti-da. Mana xudo xolasa shu qo'shiqlarimiz bugungi kunda xudo xolasa yaqin arada mana xalqimga mana shuni havola qilaman. O'rinboy aka, bugungi kunda ustoz san'atkor sifatida hozirgi yoshlarga qanday baho berasiz va shogirdlaringizga to'xtalib o'tsangiz, shogird tanlashda nimalarga ko'proq e'tibor qaratasiz? Endi tan olishimiz kerak, san'atkorga shogirdlikka tushsam deb ko'pchilik keladi. Uni hammasini ham bir tarbiyalash qiyin-da. To'g'ri, har biri ham masalan san'at o'zi oson narsa emas. Bu masalan ko'p o'ylaydi qo'shiqni. Hozirgi kunda ko'pchiligi yengil o'ylaydi-da. O'ylashadi, hozir endi yengilliklar ko'p, ammo fonogrammalarni qo'yib etib, shu bilan san'atkor bo'laman deb o'ylaydi-da. Yo'q, ular boshqa narsani o'ylashadi-da. San'at o'zi aslida qanday aytsam sizga, san'atkor o'zi yuragida bo'lish kerak-da san'at. Shu yuragida bo'lsa, shu narsani xalqqa havola qilib beradi. Endi shogirdlarimizga kelsak, endi men ham qo'limdan kelganicha, endi jamtaqa ustoz emasman. Shogirdlarim bor, ustoz deb hurmat qilishadi. Rahmat shularga, men ularga har doim duodaman. Allohim omadini bersin har birini. Eng keragi xalqimizni ko'nglidan joyini, o'zini o'rnini topsin deb men Allohdan so'rayman. Endi san'atda ham o'z yo'lini topsin. O'rinboy aka, muxlislaringiz sizni ijodingizdan ko'ra oilangizga qiziqadiganlari ham ko'proq uchrab turadi. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga oilangiz haqida aytib o'tsangiz. Oilam haqida aytsam, meni voliday, mana jannatim onam. Endi otam Alloh rahmat qilsin, 5-6 yil avval olamdan o'tdi. Allohning irodasi. Va singillarim bor, endi har biri o'zini uyida egasi bilan. Farzandlari bor. Endi o'zimga kelsak, meni shaxsan mana o'zimni yorim, qo'shig'im ham bor, Dilfuza degan qo'shig'im, shu ayolimga atab aytganman. 4 farzandim bor, 3 o'g'il, 1 qizim bor. Hozirgi kunda mana xudo xolasa 6 ta navaram bor. Allohga behisob shukr, ko'rsatganiga shukr. Shularni nima deydi, tarbiyalab, shular bilan qizig'ini ko'rmoqdamiz. Allohim shularni to'ylarini, qizig'ini ko'rish hammamizga nasib qilsin inshaalloh. O'rinboy aka, endi farzandlaringiz orasida sizni kasbingizni tanlayman deganlari bormi? Va tanlayman desa qanday maslahat berardingiz? Meni endi farzandlarim bor, ikkitasi katta o'g'lim, u ham shu san'at sohasida. Hozir kichik o'g'lim men bilan yuribdi yonimda, o'rganib, xudo xolasa u endi gitara chayapti. Xudo xolasa yaqin yillarda chiqib qoladi degan umiddaman. Qo'limdan kelgan yordamimni mana shu san'at sohasida bilganimni shu farzandimga o'rgatyapman.
va boshqalarga ham o'rgataman, xudo xolasa. Avvalambor elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz mana shunday ko'm-ko'k musaffo bo'lsin. Har bir inson nima niyat qilsa niyatiga yetsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Hammani uyda yaxshi to'ylar bo'lsin, xursandchiliklar bo'lsin. Kim nima niyat qilsa niyatlariga yetsin ilohim. Hammamiz Allohning panohida bo'laylik. Hammaga yaxshilik, xursandchilik, sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Ko'zimning nuri aziz otam, dilimning quvonchi aziz onam. Ko'zimning nuri aziz otam, dilimning quvonchi aziz onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Kuylasam qo'shig'imda, bitilgan she'rimda. Kuylasam qo'shig'imda, bitilgan she'rimda. Dard kelsa eng avval ular yonimda. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Kulsa ishongan do'stlarim meni aldasa. Düşmanlar bir kuni ustimdan kulsa, ishongan do'stlarim meni aldasa. Suyib sevgan yorim tashlab ketsa, men kimga ishongim ota onamdan boshqa. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim, otayu onam. Aziz onam, aziz otam, mehribonim,
otayu onam